Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Obunachilar bizdan ko'pchilik do'konimizni manzilini so'ragandi. Hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Orientir Parus Targoviy sentri, Parus Targoviy sentrining oldidan bu yoqqa qarab yurganda. Ilkiga Minus tomondan qarab kelganda Shuhrat Chorrahadan kelinadi. Minus tomondan qarab kelganda Noza metro bilan kelinadi. Xudo xolasa mana shu bozorda joylashgan joyimiz. Qancha ko'rsatamiz. Ketdi. Mana qadrdonlar, servisimiz shu yerda joylashgan. Agar mabodo kelolmaydigan taqdirlarda ham O'zbekiston bo'ylab BTS pochta orqali ishlaymiz. Toshkent shahari o'zida bo'ladigan bo'lsa, Yandex pochta orqali ishlaymiz. Bemalol hammalarni kutib qolamiz. Agar mabodo kelolmaydigan taqdirlarda ham masofadan turib ham ishlash imkoniyatlarimiz bor. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Bemalol sizlarga xudo xolasa xizmat ko'rsatamiz. Kelsanglar bo'ladi.